Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Har doimgidek Do'mrobod Residence obyektimizda nima ishlar bo'layotganligi haqida qisqacha aytib o'tamiz. Hozirgi kunda obyektimizda fasad qismida ishlar alohida urg'u berilib bormoqda. Shulardan biri bazaltda montaj ishlari olib borilmoqda. Bazaltlarimiz 8 cm dan iborat bo'lib, loyihaga muvofiq issiqlik va sovuqlik shovqinga izolyatsiya qilish ishlari olib boriladi. Bazalt ishlaridan tashqari uning ustiga yana membranamiz bor. Membranadan keyin esa fasad qismidagi asosiy qismi kafillarni yopishtirish ishlari bo'ladi. Shu bilan birgalikda binolarimizning ichki qismida xonadonlarga kirib borish uchun sachka ishlari va har bir xonadon uchun elektr toklarini montaj qilish ishlari olib borilmoqda. Fevral oyida barcha bloklarimizda elektr tarmoqli ishlarini yakunlash, santexnika ishlarini olib borish, liftlarda montaj ishlarini tashkil qilish hamda ventilyatsiya ishlarini yo'lga qo'yish rejamizda bor. Do'mrobod Residence obyektining barcha 5 ta bloklarini barchasini bir vaqtning o'zida 2026-yilning 4-cho'ragida topshirish rejamizda bor.